Ko'p ming yillar davomida insoniyat tabiatdan kuch va salomatlikni quvvatlab kelmoqda. Tabiat qadimdan to hozirgi sivilizatsiyada ham odamlar kasalliklardan davolanishda va sog'lig'ini tiklab saqlashda shifobaxsh o'simliklar, qo'ziqorinlar va boshqa tabiiy vositalarni o'rganishda yagona manba sifatida bo'lib qolmoqda. Qadimgi farmatsevtik Xitoy tibbiyot kitoblarida eng mo'jizakor kuchli sanalgan shifobaxsh giyohlardan 365 turining xususiyatlari ta'riflangan. Ulardan birinchi raqamda yog'ochsimon qo'ziqorin, Langji yoki ilmiy nomi Ganoderma lucidum ko'rsatilgan. Dorivor giyohlarning eng oliy tangrini o'ti deb ta'riflanib, kasalliklarni davolash uchun eng noyob ilohiy boqiylik qo'ziqorini deb atalgan. Bugungi kunda elektron mikroskop, spektrometr va super kompyuterlar tufayli biz mikroelementlar, vitaminlar tarkibini, shuningdek, atrofdagi boshqa shifobaxsh o'simliklarning foydali xususiyatlarini batafsil o'rgana olamiz. Bu bizga turli kasalliklarni oldini olish va davolash uchun tabiiy o'simlik vositalaridan foydalanishning yangi imkoniyatlarini beradi. So'nggi bir necha 10 yilliklarda shifobaxsh o'simliklar qiroli Ganoderma lucidumning intensiv innovatsiya tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, Ganoderma qadimdan to bizgacha hech qanday genetik o'zgarishsiz adaptatsiyadan o'tib, tarkibidagi biologik faol moddalar tug'ma immun tizim muvozanatini tozalab, ko'plab kasalliklar, antitumor, antivirus, allergiya kabi xastaliklarni oldini oluvchi immun tizimini yagona qalqonidir. Gano Excel bu xalqaro kompaniya noyob amaliyot uslubida Ganoderma lucidumni organik plantatsiyada yagona yetishtiruvchi gigant, dunyoda yetakchi hisoblanadi. Kompaniyaning Malayziyada bir qator zamonaviy laboratoriyalari va tadqiqot markazi mavjud bo'lib, u yerda tajribali olimlar va shifokorlar birga sizning sog'ligingizni ta'minlovchi shifobaxsh innovatsiya mahsulotlarini ishlab chiqaradilar. 1995-yilda malayziyalik iste'dodli mikolog olim Liao Sunseng tomonidan kichik startapdan boshlangan korxona tez rivojlanib, dunyoning 100 dan ortiq mamlakatlarida minglab xodimlari va millionlab minnatdor mijozlari bo'lgan yirik xalqaro korporatsiyaga aylandi. Bugungi kunda Gano Excel mahsulotlari AQSh, Lotin Amerikasi, Yevropa, Markaziy va Janubiy Sharqiy Osiyo aholisi iste'mol qiladi. 2009-yildan boshlab noyob shifobaxsh mahsulotlar O'zbekiston aholisi dasturxoni to'ridan joy olib sevimli oziqaga aylangan. Gano Excel Ganoderma eshittirishda dunyodagi eng yirik noyob organik plantatsiyaga va ushbu qo'ziqorindan ilmiy asoslangan ekstraktidadan asosan 3 yo'nalishdagi mahsulotlarni ishlab chiqaradigan zavodga ega. Birinchi, immun tizimi muvozanatini sozlovchi shifobaxsh kapsulalar. Ikkinchi, mazali va funksional ichimliklar. Uchinchi, terapevtik kosmetika va shaxsiy gigiyena vositalari. Kompaniya mahsulotlari eng yuqori 14 ta xalqaro standartlarga javob beradi. Jumladan AQSh, Buyuk Britaniya, Avstraliya, Yaponiya, Janubiy Koreya, Malayziya va boshqa bir qator davlatlar. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan sertifikatlangan. Mahsulotlarimiz xalqaro halol sertifikatiga ega bo'lishi ham muhimdir. Shu sababli butun dunyo bo'ylab Gano Excel mahsulotlarining millionlab iste'molchilari har kuni turli kasalliklarni oldini olishga ishonadilar va davolashda foydalanadilar. Natijalar esa o'zlari uchun gapiradi. Kompaniyamiz mahsulotlari butun dunyo bo'ylab odamlarga immunitet tizimini sozlashga, kimyoterapiyaning yomon ta'siridan chetlashga, allergiyadan qutulishga hamda organizmni sog'lom holatga qaytarishga yordam beradi. Bundan tashqari sportchilarning isbotlangan samarali natijalari mavjud. Bizning maqsadimiz har bir oilaga salomatlik va farovonlik olib kirishdir. Ko'p yillar davomida bizning mahsulotlarimizni ishonch bilan iste'mol qilib, o'z salomatligingizni qadrlaganingiz uchun sizga cheksiz minnatdorchilik bildiramiz.